Ketdik. Tezroq tingla. Hujjatli pardalarimizni assalomu alaykum hammaga. Hujjatli pardalarimizni Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 18-sohasida sunoqqa qilib berdik. Böyle klientimizga 3 ta derazalarni qo'ydik. Bu 4-kolleksiyadan qilib berdik. Usti sachoqli versiyada eng zo'ri, yangi trenddagi aboydan qilib berdik. Aboylarga moslab ochishlarni ko'ramiz. Ochib, derazalarni ochib yopib, yozlarda ham foydalanib qo'yib, yorug'lik tushishini quyoshga garantiyasigacha beramiz. Mana shu mexanizmi bilan mexanizmlargacha garantiyasigacha beramiz. Mana shu yopiq holati ko'rib, baho berishlaringiz mumkin. Bu ikinchi xonasi bo'ladi. Klientimizning ikinchi xonalariga ham bu 4-kolleksiyadan tilla gold svetidan berdik. Eng oxirgi trenddagi modeldagi jaluzlarimiz bo'ladi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bo'yi 1.70, usti sachoqli qilib berdik. Eniga 1.46 sm, ya'ni 1.5 metr. Aboylariga moslab podsvet qilib berdik. Ochilishlariga, mexanizmlariga garantiyalarimizni beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham derazalarni ve ular hozir shu yergacha qo'yib qo'yasiz. Xulosalaringiz общий tortib qo'yishlardan foydalanasiz. Bu ikkinchi derazasi ko'rishlaringiz mumkin. Kelib, ikkinchi derazasi ham ayni bir xil rangda, bir xil razmerda qilib berganmiz. Garantiyalargacha qilib beramiz. 4-kolleksiyadan bo'lgan bu ochiq holat, yopiq holati mana. Mana shu ochiq holat, ichida yorug'lik tushib turadi, ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz yana shuni ko'tarib qo'yasizlar, tushirasizlar, xohlasangiz shuni ko'tarib qo'yasizlar. Ochiq holati, yopiq holati. Masalan, mana shu yopiq holati, mana ochiq holati. Mana ko'rishlaringiz olib qo'yasizlar, xohlasangiz. Problemasi yo'q. Jaluzi pardalarimiz uyingizga shinam va qulaylik yaratadi hamda ekonom bo'lib, hamyon bo'lib, elita pardalarga nisbatan kelishtirib Surxondaryo bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ustanovka dastavkalari ichida besplatni. Bemalol tanlashlaringiz mumkin. Ofislarimizda pastki nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol bog'lanib ofislarimizga tashrif buyurishingiz mumkin.